Assalomu alaykum, kanalimizning qadrli muxlislari. Piyozni xalq tabobatida qo'llash yuzasidan tavsiyalar. 1 stakan piyoz sharbati 1 stakan asal bilan aralashtiriladi. Shu doridan kuniga 3 mahal ovqatdan 1 soat oldin yoki ovqatdan 2-3 soat keyin 2 oy davomida 1 choy yoki osh qoshiqda miya skleroziga davo sifatida iste'mol qilinadi. 2 hafta tanaffus qilib, yana 2 oy yeyish tavsiya qilinadi. Yumaloq gijjadan xoli bo'lish uchun sarxil piyozdan 15-20 grammdan kuniga iste'mol qilinib, 7-10 kun davomida foydalaniladi. Piyoz barglari yorilgan teriga, qalinlashayotgan qadoqqa qo'yiladi. Barra piyoz taom hazm bo'lishini yaxshilaydi, soch to'kilishidan asraydi. Uning sharbati va qanddan tayyorlangan omoxta organizmni mustahkamlaydi. Gripp va nafas yo'llari shamollaganda piyoz maydalab to'g'rab eziladi, biror idishga solib, boshga kattaroq ro'mol yopib hidlansa, yaxshi natija beradi. Eslatma: xom piyozni o'tkir oshqozon ichak, buyrak, jigar xastaliklari bor bemorlar iste'mol qilmasliklari lozim. Piyoz suvini burunga tomizish mumkin emas.